metroda даже shunchalik darajada olib boryapti. Proverkani qaranglar. Qanaqa holatda proverka qilishini. Ko'ryapsizmi? Qanaqa proverka o'zbek o'zimizniki. O'zimiz metroda biz do'stlar. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Bu videoni barcha farzandlari Rossiyaga qamalib qolgan ota-onalar eshitsin va qo'ldan kelgancha gruppalarga tarqatib qo'yinglar, diqqat bilan eshitinglar. Xullas, agar sizni farzandingiz Rossiyada qamalib qolgan bo'lsa, siz ijtimoiy tarmoqdan har xil yurist, yordam beramiz, 200-300 dollar tashab bering degan insonlarga ishonmanglar. Ikkinchi o'chiratda yaqinda 2 oy ichida butun Rossiyadagi qamalgan insonlarni O'zbekistonga jo'natilar ekan, hammasi O'zbekistonga kelar ekan degan yolg'on gaplarga ham ishonmanglar. Va undan tashqari Rossiyada mabodo farzandingizni hali sudi bo'lmay, yonidagi qanaqadir переводчиклар sizdan pul so'rasa, hech qachon pul bermangki, bu pullarni to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa bir o'g'lingizga bog'liq bo'lmagan yerga yuborgan bo'lasiz. Ya'ni o'g'lingizga hech qanaqa yordam bo'lmaydi. Esingizdan chiqarmang. Agar farzandingiz sizni Rossiyaga qamalgan bo'lsa, yoki patsud yotgan bo'lsa, yoki endi sudi bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, albatta yaqinlaring yoki o'zlaring ota-onalar Rossiyaga borib, advokat yonlab tepasida turib, o'sha advokat bilan birgalikda harakat qilsalaring, o'shandagina siz farzandingizga yordam bergan bo'lasiz. Переводчиклар o'zbek tilida yoki rus tilida yoki qaysidir bir boshqa millatda bo'lsa, sizga telefon qilib farzanding qamaldi, hozir pul tashab bersalaring, palon pulga chiqarib beramiz, pismadon pulga hozir ozod qildiramiz deydigan bo'lsa, iltimos sizlardan 1 kopek ham pul bermanglar. Chunki sizlarni berayotgan pullaring hech qanaqa bir yordam bermaydi. Agar jinoyat bilan qo'lga olingan bo'lsa, faqatgina advokat, yuristlar orqali o'zingiz borib birgalikda harakat qilsangiz o'sha yordam bera oladi. Hozir ijtimoiy tarmoqda farzandlari Rossiyada nohaq qamalib qolgan insonlarga yordam beramiz deb juda ko'p videolar chiqib kelmoqda. Do'stlar, bu videolarga ishonmanglar. Bu yerdagi gaplarga hech ishonarli bir konkretni fakti yo'q, ko'rib chiqdim. Do'stlar, ayniqsa ota-onalar hozir murojaat qilyapti. 100 dollar berib qo'ydim, 1000 dollar berib qo'ydim. Farzandimni qutqara olmadi hech kim. Переводчикка pul tashab berdim degan gaplar bilan do'stlar juda ko'p murojaatlar chiqmoqda. Shuning uchun oralaringda kimnidir farzandi qamalib qolgan bo'lsa yoki haqiqatdan bir pastava yo'llari bilan qo'lga tushgan bo'lsa, zudlik bilan advokat yonlab, o'sha advokat orqali yordam berishlaring kerak. O'zbekistondan turib qanaqadir advokat yonlab kontrol qilaman deb o'ylasalaring, juda qattiq xato qilasizlarki, O'zbekistondan turib hech narsani kontrol qilib bo'lmaydi. Tojikistondan turib ham hech narsani kontrol qilib bo'lmaydi. Faqatgina biletlaringizni olib, o'sha Moskva, Piterga uchib, advokat yonlab, bemalol o'sha farzandingizga nima yordam kerak bo'lsa, tepasida turib yordam berishlaring kerak. Afsuski ota-onalarimiz hozir juda ko'pchiligi nima qilishini bilmay, qayerga murojaat qilishini bilmay o'tirishibdi. Prezidentimizga murojaat deb chiqishyapti. Bilasiz, hozirgi kunda Rossiyada kurslar keskin tushib ketgan. Va sizga eng zo'r kurslarda pul yuborish ilovasi Tezdani tavsiya beraman. Tezda ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistonga Uzcard Humo kartalariga eng arzon kursda 0% da pul yuborishingiz mumkin. Bu ilovani yana shunday qulayligi borki, O'zbekistondan turib Rossiyaga pul yuborishingiz mumkin. Tezda ilovasini App Store'dan yoki Play Marketdan yuklab oling. Rossiyada qamalganlarni O'zbekistonga keltirish mavzusi bo'yicha
bundan oldin efir qilgan edik. Bu haqida to'liq ma'lumot berganmiz. Hali qaror berilgani yo'q, hali qo'l qo'yilgani yo'q, hali hech qanaqa bir Rossiya bilan dogovor bo'lgani yo'qki, Rossiyada qamalgan o'zbeklarni O'zbekistonga qamalgan rus fuqarolarni Rossiyaga jo'natish yoki o'sha qamalganlarni almashtirish dogovorlari hali bo'lgani yo'q, afsus. Aka-ukalar, esdan chiqarmanglar. Rossiyada jinoyat qilgan bo'lsa, Rossiyada javobgarlikka tortiladi. O'zbekistonga jinoyat qilingan bo'lsa, O'zbekistonga javobgarlikka tortiladi. Eslaringdan chiqarmanglar. Faqat birgina narsa, hozirda o'sha deport bo'lganlarga ikkita variant berilayotgan ekan. Ikkita variant. Birinchisi armiyaga xizmatga, ya'ni o'sha solasolga, urushga. Ikkinchisi xuddi o'sha urushga, lekin 6 oylik xizmatga deb. Bittasi platniy bo'lsa, ikkinchisi besplatni. O'sha qarmoqqa juda ko'pchilik tushib qolyapti. Uchinchi variantni berishmayapti. Shu uchun bilmadim, может bu narsani O'zbekistonda Oliy sudi yoki Tashqi ishlar vazirligi shug'ullanar. Bizning migrantlarimiz agar qo'lga tushib qoladigan bo'lsa, o'sha sudlarida javobgarlik sifatida urushga jo'natish variantlarini berishayotgan ekan. Iltimos, mana shu narsani orqasidan bo'lsalaring, mana shu narsani oydinlik kiritsalaring, chunki haqiqatdan hozir fakti bilan qo'limda borki, o'sha oddiy bir xatolik qilib, oddiy bir dokument hujjatlarida muammosi bo'lgan aka-ukalarimiz hozir urushda turib murojaat qilishmoqda. Biz sud bo'ldik, sudimizda ikkita variant berishdi. Bu variantda ham urushda ketasan, ikkinchi variantda ham urushda ketasan degan variant qilib bergandan keyin o'sha platniga qo'l qo'yishga majbur bo'ldim. Ya'ni pullik xizmatga. Bepullik xizmatiga ham shu 6 oylik baribir shu urushga jo'natyapti-ku degan vajda qilib berdi. Xo'p, hurmatli ota-onalar, birinchi o'chratda farzandlaringni hozir umuman Rossiyaga yubormasliklaringni iltimos qilib, egilib, bukilib so'rayman sizlardan. O'zbekistonda och qoladimi, ozib ketadimi, yo bir to'yni o'tkaza olmayaptimi, mayli, yuraversin. Hozircha Rossiya notinch. Любой bir prichinani qilib, любой bir xatoni topib turib, ichkariga oladi. Ichkariga 2 kun o'tirg'izib qo'ysa stressga tushadi bola. Bola stressga tushgandan keyin любой qog'ozlarga qo'l qo'yib urushga ketmoqda, ya'ni o'zini nobud qilmoqda. Mana shu murojaatimizni yetkazib qo'yinglar, hurmatli ota-onalarimiz, bilishsin, ko'rishsin, o'zlaringga ehtiyot qilinglar. Rahmat, borlaringga shukr. Videoni qo'ldan kelgancha tarqatib qo'yamiz.